Shu uchun o'zimni brendimni chiqardim bu narsani. И mana o'zimda rezultat bo'ldi. O'zi rezultatini 5 filtr chiqayotganimdan ham bilsanglar bo'ladi. И, кстати, девочки, обязательно SPF ishlatinglar. Обязательно aknesi bor qizlar ishlatinglar. Men bu SPF ishlatyapman, chunki bu sostavda milk bor va bundan tashqari menga bu SPF yoqadigan tomonini tushuntirib o'taman. Bu birinchidan aknedan qolgan dog'larni ham ochartiradi, ham yuzingizni kuyishidan, ham aknelaringiz ko'payib ketmasligidan oldini olib beradi. И keyin buni rosa nima deydi? Bunaqasi zo'r. Hozir chiqarib ko'rasizlar. Yumshoqda, mana kojada aniq bo'lib qolmaydi. Prям oqartirib beradi yuzinglarni. O'zini ham surib yursanglar bo'ladi. Rosa yoqadi menga mana shu SPF, hamma yoqni SPF qildim. Вот, prям shuni ishlatib ko'rsak, bu ham chaqaloqlarga mumkin. Chaqaloqlarga mumkin, yuzingizga surganingizda ham oqartirib beradi.